Milliy gvardiyaning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasining tashabbusi bilan Samarqand shahridagi Yangi Hayot mahallasi hududida joylashgan 61-umumta'lim maktabida yozgi ta'til vaqtida bolalar va yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishlarini tashkil qilish hamda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan yoshlar faolligi kelajak asosi shiorasida vatanparvarlik sport tadbiri o'tkazildi. Tadbirda so'z olganlar milliy armiyamizga qaratilayotgan e'tibor tufayli moddiy texnik bazasi mustahkamlanib, harbiy salohiyati yuksalib borayotganligi, harbiylarimiz vatan himoyasi yo'lida doim sergak va sobit qadam ekanligi xususida to'xtalib, kelgusida yoshlar ham vatan himoyachisi bo'lib, mamlakat kelajagi, yurt ravnaqi hamda xalqning osoyishtaligi yo'lida fidokorona xizmat qilishlari kerakligi xususida to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng yoshlar uchun maxsus harbiylarning jangovar ko'rinishdagi chiqishlari, shuningdek Milliy gvardiya harbiylari foydalanadigan qurol-aslahalarning ko'rgazmasi namoyish etildi. Kun tartibiga ko'ra yoshlar o'rtasida sportning stol tennisi, shashka, shaxmat hamda kamondan otish kabi turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Musobaqalar qiziqarli va bellashuvlarga boy bo'ldi. Yangi Hayot mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 61-umumta'lim maktabda yoshlarni keng jalb qilgan holda dolzarb 90 kunlik vatanparvarlik tadbirlari ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yosh avlodni kelajakda sportga hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda yuqorida davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, bizni kelajagimizni poydevori bo'lmish yoshlar bizni kelajagimiz hisoblanadi. Bunday vatanparvarlik va sport tadbirlari kelgusida ham ko'tarinki ruhda tashkillashtirib o'tkazilishi rejalashtirilgan. Natijaga ko'ra bellashuvlarda faol ishtirok etgan va g'olib bo'lgan yoshlar hamda ularning murabbiylari tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi. Albatta, bu kabi tadbirlar yoshlarni kelajakda vatan taqdirining o'zining taqdiri deb biladigan, yurtkoriga yaraydigan vatanparvar insonlar bo'lib ulg'ayishida muhim o'rin tutadi.